Hammaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha Ramyoman. Bugungi videoda biz Skyblock o'ynashga harakat qilamiz. Skyblockning maqsadi esa tirik qolish bo'ladi. Unda videoni boshladik. Birinchi bo'lib daraxt buzib olamiz. Endi esa o'zimga kerakli aslihalarni yasab olsam ham bo'ladi. Birinchi bo'lib verstak, taxta va keyin o'zimga kerakli narsalarni yasab olsam ham bo'ladi. Esa do'stlar, men o'zimga generator yasab olsam ham bo'ladi. Generator uchun birinchi joy tanlashim kerak va menimcha mashinadan yasasam kerak deb o'ylayman. Mana generator uchun bizda tayyor narsalar bor va bizda muz bilan mana lava bor, ko'rishingiz mumkin. Mana endi mashinadan sekin joy buzib olishni boshlayman. 2 3 yaxshi bizamiz. Mana menimcha mana joy yetadi deb o'ylayman. Endi men bilan buzib olsam bo'ladi. Çünkü lavaga ko'proq joy kerak do'stlar. Lava generator yaxshiroq bo'lish uchun endi men blokni ham qo'yaveraman. Tak, blok qatdan qo'ysam bo'ladi. Men bu yerga yoqib qo'yaman do'stlar, chunki lava ham oqib ketishi mumkin. Va mana tayyor do'stlar. Endi tak, endi men muzni qo'yaman. Mana suv bo'ldi. Mana endi men lavani qo'yaman. 1 2 3. Va do'stlar, mana generatorimiz ham tayyor. Endi sekin toshlarni buzib olaman. Yetarlicha tosh yig'ib, keyin esa toshlarni ham kirka va tapor yasab, joyiga sekin kengaytirsam ham bo'ladi. Mana daraxt ham tushdi do'stlar. Mana endi daraxtni ham ekib qo'yaman. Mana shu joyda turadi. Qo'ygan esa mana qoyil bizda yana ikkita daraxt nimasi bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin tepada. Buni ham olaman sekin. Va mana do'stlar, mana bizda yana ikkita daraxt nimasi bor. Keyinchalik joyim bilan kengaytirganimizda men daraxt yana ko'paytirsam bo'ladi. Va do'stlar, mana bizda yetarlicha tosh ham bor. Mana endi sekin yerni mana kengaytirib qo'ysam ham bo'ladi. Mana menda blok bor. Demak, firma qilsak ham bo'ladi do'stlar. Firma bemalol qilsak ham bo'ladi. Birinchi marta ozgina yer kengaytiraman. Mana shu blok qo'yaman va bo'ldi. Mana yetarli hozirchalik. Keyinchalik yana ham kengaytiraman. Va endi men mana yana tosh yig'ishga boshlasam ham bo'ladi. Tosh ko'proq bo'lishi kerak. Joy kengaytirib, keyin esa kirka va taporlarni yasashga. To'xtaylar, birinchi kirka va taporlarni yasab olaman. Endi do'stlar, mana tapor va kirka tayyor. Endi yana bloklarni sekin buzib boshlab yerni kengaytirsam ham bo'ladi menimcha. To'xtaylar do'stlar, men nimagadir bloklar lavaga tushib ketib qoldi. Ishtirokga tushing kerak iloji bo'lsa. Mana yaxshi do'stlar. Sekin blokni buzib ketaveraman. Va endi do'stlar, sekin yerni kengaytirsam ham bo'ladi. Do'stlar, men hozir ferma qurishimiz uchun ozgina yerdan olmoqchiman. Tigida yerlar ko'paygan, shundan olishga harakat qilaman. Mana endi sekin buzib yer blokka olsam ham bo'ladi. Yog'iga tushib ketar ekan do'stlar. Yog'iga tushib ketar ekan. Va do'stlar, mana bizda mana yer blok ham tayyor. Ana endi sekin mana fermani nimasini qursam ham bo'ladi. Va endi do'stlar, men yana blokni tuzishni boshlayman, chunki blok уже yetmay qoldi. Afsuski do'stlar, men lavani ichiga tushib ketdim. Tushib ketish niyatim yo'q edi. Mayli do'stlar, boshqatdan kuchayishimiz shart emas, chunki yaxshi ham narsalarim mana atrofga tushibdi. Yaxshi ham lavaga tushmagan, lekin bir xillari lavaga tushib ketib qo'ygan, to'g'ri.
Lekin ko'p narsa mana shu joyida turibdi. Hozir olaman sekin narsalarimni. Naryoqda kirkam turibdi. Afsuski menimcha toshli kirkam anaqa tushib ketgan. Mana do'stlar davom ettiramiz blok buzishni. Do'stlar, men boshqatdan tiklanib oldim va endi firmani qursam ham bo'ladi. Firmani qurish uchun menda tarvuz bor. Mana tarvuzni olamiz. Endi tarvuzni yerga qo'yib, sekin buzib, undan urug'larni chiqarib olsam ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mana firmachani ham qurib oldim. Kichkinagina bo'lsa ham hozirchalik bo'ladi. Menimcha keyinchalik sekin kattalashtirulaman buni. Do'stlar, men firmani ham qurib oldim. Firma tayyor. Endi men o'zimga kirkani yasab olaman. Kirka yasab bo'lib esa men sekin joyi kattalashtirishga harakat qilaman. Iloji boricha joyi tezroq kattalashtirishimiz kerak. Mana kirka ham tayyor. Endi bu ham buzishni boshlayman. Va do'stlar, men o'zimga yetarli blok oldim. Endi sekin mana shu joyga kattalashtirishni boshlayman. Men firmani ham kattalashtirib oldim. Endi firmani kattalashtirganimga yarasha yana qovoni ham qo'shamiz. Mana do'stlar, bizda o'sha joy ham tayyor, firma tayyor va menimcha yetarlicha joyni ham kattalashtirib oldik deb o'ylayman. Endi men yana blok buzishni boshlayman. Do'stlar, men yana yetarlicha blok yig'ib oldim. Endi yerini yana kattalashtirsak ham bo'ladi. Do'stlar, aytgancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni chiqmasin do'stlar. Keyin opisiyaniyada Telegram kanal bor. O'sha Telegram kanalga o'tib qo'ysanglar, mana shu kartani men sizlarga tajab qo'yaman. Do'stlar, anta blok bor ekan, qanaqadir. Menimcha do'stlar, men o'ylashim bo'yicha, menimcha biz o'sha blokgacha yetib kelsak, temir shunga o'xshash narsalar bersa kerak deb o'ylayman, yana bilmadim. Do'stlar, endi firma tayyor. Yer deyarli kattalashtiramiz. Do'stlar, men yana blok yig'olmasam bo'lmaydi, chunki blokimiz tez tugab qoldi. Iloji boricha ko'proq blok yig'sam, yerni ham ko'proq kattalashtirib, keyin esa haligi boya aytganimdek daraxtga ko'proq joy ajratishimiz kerak. Ko'proq daraxt eksak, ko'proq o'zimizga yaxshi bo'ladi. Ya'ni ko'proq blok yig'ib, ya'ni nima qilsak bo'ladi. Xullas tezroq kuchayib, tezroq haligi blokgacha yetib kela olsak, agar o'sha blok bo'lsa va biz maqsadimizga yetamiz. Ya'ni Skyblockni уже vijvaniyani biz tugatgan bo'lamiz. Do'stlar, va mana men yetarlicha yana blok oldim. Endi yana ham yerni kengaytirishni boshlaymiz. Keyin bu yoqdan kengaytiramiz. Keyinchalik balki firmani ham kattalashtirib olarman. Firmani kattalashtirish niyatim yo'q ekan, chunki firma hozircha bo'ladi. Firma menimcha yetadi deb o'ylayman. Keyinchalik och qolmasam kerak menimcha, agar qorni ochib qoladigan bo'lsa. Menga yoqayotgan tarafi do'stlar, yer bemalol kattalashtirib, bemalol vijvaniya qilib, menga shunaqa kartalar yoqadi. Bemalol vijvaniya qilib, masalan, kuchayib shunaqa kartalar yoqadi xullas menga. Va do'stlar, men shakar qamishi ham ekmoqchiman. O'zi qat'iy ikisi bo'lardi, keyin suvni oldiga ikisi bo'lardi. Yo'q, bo'lmas ekan. Men suvni oldiga ekishga do'stlar, mavqi ekan. Tashlayman. Bab kerak emas. Men endi mana shu joyga eksam ham bo'ladi. Keyin borib 2 marta sakrasam bo'ldi. Endi bakni qo'yamiz va ana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r bo'ldi. Kichkina bo'lsa ham hozircha firmacha bor. Lekin nimagadir haliga daraxt o'smayapti. Balki suv ichmayotgandir. Yana bilmadim, lekin daraxt o'sib qolgan bo'lish kerak edi уже. Daraxt o'sib bo'lgan bo'lish kerak edi.
Do'stlar, men yana blok buzib olaman, chunki bizga bunaqa joy yetmaydi. Joy kattalashtirishimiz uchun bizga ko'proq blok kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu 5 ta blokni mana bu joyga qo'yib olaman. Mana shu oxirgi joy. Hozircha do'stlar, oxirgi joyda o'tganim ham sababi bizga mana shuncha joy yetadi. Mana shuncha joy uy qurishga bemalol menimcha yetib olsa kerak deb o'ylayman mana. Keyingi qismlarda mana shu joydan uy qurib ketaman. Mana shu joyni belgilab qo'yaman do'stlar. Ikkinchi, uchinchi qismni ham kutsanglar, ikkinchi, uchinchi qismda ham chiqadi hali. Ikkinchi, uchinchi qismda xudo xolasa mana shu uyni qurib bitkazamiz. Videoni tomosha qilganingiz uchun hammaga katta rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan men Ramio edim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Ikkinchi qismni kutinglar, albatta ikkinchi qism chiqadi.